Dada qornim to'ydi, endi meni yaxshi o'ynaydigan joyga olib boring. O'zi bu atrofda yaxshi o'ynaydigan joy bormi-ku? Zo'ri bor. Bolalar tugul kattalar ham o'ynaydigan joyga olib boraman. Hech bolalaringlar bilan bitta o'yingohda birga o'ynab ko'rganmisizlar? Biz bugun shu ishni qilishga qaror qildik. Oilam bilan O'zbekiston bo'ylabda. Pixel o'yin maydonida. Pixel o'yingohi bolangiz uchun quvonch, o'zingiz uchun esa adrenalin manbai. Kichik bolalar uchun alohida maydon, 6 yoshdan kattalar uchun esa yanada katta, hayajonli zonalar bor ekan. Narxlar atigi 100 ming so'mdan. Agar bolangiz shu kuni tug'ilgan bo'lsa, kirish mutlaqo tekin. Batman va Safiya obrazidagi shoumenlar har kuni bolalar uchun shou tashkil etishar ekan. Kulgu va o'yin qanchalik avjiga chiqishini tasavvur qilavering. Ota-onalar esa bu paytda farzandlarini ishonchli qo'llarga topshirib, bemalol tamaddi qilishlari mumkin. Shu orada dam olishni istasangiz, massaj kreslosi sizning xizmatingizda, kresloga esa 5 bor. Attraksionlar juda xilma-xil, hatto zipline ham bor. Men Pixel g'alib uchuvchi attraksionda biroz qo'rqdim, lekin mazza qildim. Menga esa bu attraksionlarda uchish faqatgina maroq berdi. Keling, umuman afsuslanmaysiz. Bu yerning manzili Megaplanet savdo majmuasi. Yana ham bilmay qolsangiz, aniq lokatsiya Telegram kanalda. Biz keldik. Siz qachon kelasiz?